Eng yaxshi ko'rgan o'zbek aktyori. 1, 2, 3. Mandan bachalina? Yo'q. Anaqa nima dedi? Kinodan keyin yaxshi ko'rgan Shazdim Xonadon anaqa nima edi? Banan. Banan tundan tonggacha tanlashgan. Ashulalarning nahotki shu bo'lsa sevgili. O'sha. Eng yaxshi ko'rgan turk aktyori. 1, 2, 3. Burak O'zchivit. Men birinchi yaxshi ko'raman. Kiprigini yaxshi ko'raman. Buni promotion qilib ekilgan. Voy, keyin turkchani o'rgangan odamim bo'ladi bu. Bilib olinglar. Eng yaxshi ko'rgan o'zbek kinosi. 1, 2, 3. Telba. Endi dadam bo'ydoq. Prям komediya. Ayniqsa pulini yaxshi ko'raman. Lo'liga berib yuborgan joyini yaxshi ko'raman. 500 dollar. Eng yaxshi ko'rgan turk seriali. 1, 2, 3. Karasevda. Prям shu sevaman. Turkchani o'rganganman shu kinoda. Serialdan to'y. Sen yoshligimdan ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan o'zbek xonanda. 1, 2, 3. Shahzoda. Men bilan tabiiyligi bilan yaxshi ko'raman. Qo'limni ayniqsa menga. Qo'limni shunga xabar Ko'pchilik menga o'xshatishadi o'shani.